akalaringizga qarang, opa singillaringizga qarang. Otani qiyofasi ko'proq qiz bolaga o'tib qolar ekan. Onani qiyofasi esa o'g'il bolaga o'tar ekan. Qiz bola o'sha naslni davomchilari bo'lar ekan. Ota onani mehri daryosi ham qiz bolaga o'tar ekan. O'g'il bolalar o'ynab yuraverar ekan. Ota ona farzandlarini qanday yaxshi ko'rsa, qanday ular uchun qayg'iradigan bo'lsa, opa singillar ham xuddi ota onadek farzandlarni, ya'ni aka uka opa singillarni yaxshi ko'rishar ekan. Biz ota onalar yoqib ketgan chiroqlar ekanmiz. Opa singillarimiz, qizlarimiz o'sha chiroqlarga o'zlarini parvonadek kelib urib turar ekan. Birodarlar, mard yigitlar, shu umr yo'ldoshlaringlarga har zamonda ota onadan, aka uka, qon qarindoshdan xabar olishga ruxsat berib turing. Otamning yuzlarin senda ko'rib qoldim opam singlim. Onamning so'zlarin senda eshitgayman opam singlim. Ularning mehri daryosi oqar senda opam singlim. Kelib o't yoq, qozon qaynat, otam qurgan o'choqlarda kelib parvonimiz bo'lgil. Onam yoqqan chiroqlarda daday til u dil zikridan tinma, tilak hosil ilohiydir.